Bugun sotilishi uchungina shunaqa narx qo'yilyapti. Men o'zimdan P530 Range Rover bo'lsa qo'ygin deb nechta odam so'rashuvdi. Mana o'rtaga tashlab yuborilyapti. Bosib olgan odam maza qiladi. Yengisi qancha? Deyarli 300 mingmi? Da, shunaqalar turadi. Range Rover P530 avtobiografi longi 40 ming yurgan. 2023-yil. Kraskasi top-toza, qop-qora, ranglisi. Yozuvlarigacha qora ekan. Va mana orqada ikkita monitor, o'rtada planshetlarigacha bor. 40 ming yurgan, kraskasi toza. Shoni agar qidirib yurgan bo'lsangiz, oxirgi qancha 3 oydan birimi, 4 oydan biri mana endi kelyapti. Srochniga bugun sotilish uchungina shunaqa narx qo'yilyapti. 176 mingga bosvorsiz bo'ladi Srochni. Srochniga 176 ming. Bosvori ishoning yaqin orada bunaqa narxga P530 qo'yilmagan. Mana bosing.